Assalomu alaykum. Efirda Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining navbatchilik qismi xabarlari dasturi. Hafta davomida viloyatimiz ichki ishlar organlari tizimida sodir bo'lgan voqea va hodisalar tafsiloti bilan yaqin daqiqalar ichida tanishishingiz mumkin. Dastlab bugun e'tiboringizga havola etiladigan xabar va lavhalarning qisqacha sharhiga to'xtalib o'tamiz. Xodimga pora berishga uringan fuqaro ushlandi. Noqonuniy yer savdosiga chek qo'yildi. Probatsiya nazoratidagi shaxslarga sud hukmi o'qildi. Avtomashinaga sig'magan yo'lovchiga chora ko'rildi. Bozorlardagi oziq-ovqatlar xavfsizligi nazoratda. Joriy yilning 15-mart kuni Uychi tumani ichki ishlar bo'limi jamoat xavfsizligi xizmati huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'linmasi profilaktika katta inspektori tomonidan Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik boshqarmasi Namangan viloyat bo'yicha boshqarmasi boshlig'i nomiga bildirgi kiritildi. Unda tuman hududida yashovchi fuqaro o'ziga nisbatan rasmiylashtirilgan bayonnoma yuzasidan to'plangan hujjatlarni sudga yubormaslik evaziga 200 AQSh dollari miqdorida pora taklif qilayotgani haqida ma'lumot berilgan. Profilaktika inspektori fuqaroning bu harakatlari qonunga zid ekanligini, pora berish ham, olish ham jinoyat ekani borasida bir necha bor ogohlantirgan. Shunga qaramay fuqaro o'z taklifida qat'iy turib olgani bois unga nisbatan qonuniy chora ko'rish so'ralgan. Mazkur bildirgi asosida shu kuni Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik boshqarmasi, Namangan viloyat bo'yicha boshqarmasi, tuman ichki ishlar bo'limi hamda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti tuman bo'limi xodimlari bilan hamkorlikda tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbir davomida bildirgida nomi ko'rsatilgan fuqaro profilaktika inspektoriga 100 AQSh dollari miqdoridagi pullarni pora tariqasida berayotgan vaqtida qo'lga olindi. Hozirda ushbu holat yuzasidan iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti tuman bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 211-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Namangan viloyatida noqonuniy yer savdosiga chek qo'yildi. Joriy yilning 13-fevral kuni Pop tumanida yashovchi ayol viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i nomiga ariza bilan murojaat qilib, Telegram messenjeri orqali bir fuqaro tomonidan Pop tumanining Chodak qishlog'ida joylashgan 15 sotiq yer uchastkasi sotuvga qo'yilgani haqida xabar bergan. Ayol ushbu e'lonning qonuniyligiga shubha bildirgan, chunki unga taqdim etilgan hujjatda uchastka boshqa shaxs nomida ekani ko'rsatilgan. Mazkur murojaat asosida viloyat ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash bo'limi xodimlari tomonidan tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbir davomida ushbu noqonuniy bitimni amalga oshirishga uringan shaxs shaxsiy mulki bo'lmagan yer uchastkasini har bir sotiqini 1900 AQSh dollaridan jami 28500 AQSh dollariga sotishga kelishgani ma'lum bo'ldi. Fuqaro oldindan kelishilgan 10000 AQSh dollari miqdoridagi kimyoviy ishlov berilgan pullarni ayoldan olgan vaqtida ushlangan. Mazkur holat yuzasidan Davlatobod tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-modda 4-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli hamyurtlar, yer uchastkalarini sotib olish yoki sotish jarayonida firibgarlik qurboniga aylanmaslik uchun barcha hujjatlarning qonuniyligini diqqat bilan tekshiring. Shubhali bitimlarga duch kelganingizda bu haqda darhol huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabar bering. Inson hayotida yaxshilikka intilib, yomonlikdan qaytib yashashga harakat qiladi, ammo ba'zan ezgulikka yovuzlik ko'lanka soladi. Bugun bu yerga yig'ilganlar ham adashib sodir etgan jinoyati uchun muayyan muddatga jazoni o'tayotganlardir. Namangan shahar ichki ishlar boshqarmasi probatsiya bo'limi sud organlari bilan hamkorlikda sayyor sud majlisi o'tkazildi. 65 nafar shaxs ishtirok etgan sayyor sud majlisida qilgan jinoyatidan chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan, tuzalish yo'lga o'tgan 15 nafar mahkumlarni muddatidan oldin shartli ravishda ozod etildi. Bugungi sayyor sudda 1 yil 5 oy muddatimdan oldin sayyor suddan ozod etishdi. Bundan xursandman. Endi bu ish qayta takrorlanmaydi. O'z nafsi va cho'ntagini o'ylagan kishining boshlangan yo'li oxir-oqibat ayanchli manzilga aylanadi. Shunday kimsalar ham borki, qancha peshonasi devorga urilsa ham ko'zi ochilmaydi. Ana shu kabi berilgan jazodan o'ziga to'g'ri xulosa chiqarmay, bo'yin tovlagan 4 nafar mahkumlarning esa jazosi og'irroq turdagi jazoga almashtirildi. Jinoyat ko'chasiga qadam qo'ygan kishilar bugun qilmishidan pushaymon. Ularga berilayotgan bu imkon yangi hayot boshlash uchun poydevordir. Kelgusida halol yo'l bilan o'zi va yaqinlarining boshini egmagan holda ish tutadilar degan umiddamiz.
Ijtimoiy tarmoqlarda Malibu rusumli avtomashina yo'lovchisi tanasini tom qismidan chiqarib, o'z hayoti va qatnov yo'liga xavf solgan video lavha tarqaldi. Ushbu holat Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan o'rganilib, mazkur transport vositasining haydovchisi hamda yo'lovchisi aniqlandi va yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda buzgan ushbu shaxslar qonuniy javobgarlikka tortildi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan Malibu rusumli transport vositasi haydovchi va yo'lovchisi xatti-harakatlari yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilib, ularning shaxsiga oydinlik kiritildi hamda haydovchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128.8 moddasi hamda yo'lovchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 138 moddasi asosida ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, transport vositasi vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga joylashtirildi. Xodimlar tomonidan ushbu fuqarolarga ogohlantirish ishlari olib borilib, unda bunday harakat nafaqat yo'lovchining, balki boshqa harakat ishtirokchilarining ham hayoti uchun jiddiy xavf tug'dirishi, yo'lovchilarning avtomashinadan tana qismini chiqarib harakatlanishi og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkinligi tushuntirildi. Internet tarmoqlarda muhokamalarga sababchi bo'lgan shu videoyimiz chiqdi kechagi kuni. Bu video bunchalik nima bo'lib ketishini bilmagandim. Shuning uchun barchadan xalqimizdan uzr so'rayman, kechirishingni istayman. Bunaqa narsa boshqa qaytarilmaydi. Chusga toqqa aylangan oilaviy ketayotgandik. Shu luk ochig'ida yaxshi musiqa chiqib qoldi. O'zim bilmagan holatda ko'tarilib, anaqa raqsga tushib, yaxshi kayfiyatda edim. Xodimlar menga tushuntirishdi, bu hayot uchun xavfli ekan, boshqa takrorlanmaydi, qilgan ishimdan afsusdaman. Hurmatli haydovchi va yo'lovchilar, yo'l harakati qoidalari sizning va atrofdagilarning xavfsizligi uchun joriy etilganini unutmang. Bir lahzalik beparvolik katta fojiaga sabab bo'lishi mumkin. Shunday ekan, o'z hayotingiz va boshqalar xavfsizligini ta'minlash uchun qoidalarga qat'iy rioya qiling. Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati, jamoat tartibini saqlash boshqarmasi, karantin tadbirlarini ta'minlash guruhi xodimlari, shahar veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish bo'limi hamda bozor ma'muriyati mas'ul vakillari hamkorligida oziq-ovqat mahsulotlarining xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan keng qamrovli tadbir o'tkazildi. Targ'ibot ishlari Sardoba va Chorsuv dehqon bozorlarida amalga oshirilib, sotuvchilar va xaridorlarga veterinariya hamda sanitariya talablariga qat'iy rioya qilish muhimligi tushuntirildi. Ayniqsa go'sht, sut va boshqa tez buziluvchi mahsulotlar gigiyenik me'yorlarga mos holda savdoga chiqarilishi, ularning sifati muntazam tekshiruvdan o'tkazilishi lozimligi ta'kidlandi. Shuningdek, shahar hududidagi qassobxonalarda ham tushuntirish ishlari olib borildi. Mutaxassislar go'sht mahsulotlarining kelib chiqishi, veterinariya nazorati va iste'molchilar salomatligi uchun zarur bo'lgan gigiyena qoidalariga rioya etish yuzasidan tavsiyalar berishdi. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va fuqarolar salomatligini himoya qilish maqsadidagi bu kabi targ'ibot tadbirlari barcha hududlarda davom etmoqda. E'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Dasturlarimizni ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Bebaho boyligimiz bo'lgan tinch osuda kunlarimizni qadriga yetish, uni asrab-avaylash barchamizning muqaddas burchimiz ekanligini unutmang. Kelgusi ko'rsatuvimiz orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.